chiqib berdim. Shum xabar. Olib bergan, olib kelaman mana. Eshak mayna, pochtalon bo'lmay o'l. Qachon qarama yo nipdan xatob kelasan. Yo radadan xatob kelasan. Yo soliqdan. Bu to'yga taklifnoma olib kelsan, o'lasanmi? Ostidan o'lmish o'zilgan joyga nima birga haydaysiz? 5 yil eshakda kredit to'lab, Matiz olsam pravam bo'lmasa, xo'jayin bo'lmay o'l. Shunaqa ham tez haydaysiz. Ha, isqir. Nima mana so'k o'tiribsan? Xo'jayin, oy bezdi mashinami bu, ha? Siz nimaga bir birga haydaysiz olmishlik jonja? Menga qara, maymun. Menga berding mashinani. Sen iching ketsa ham meni chaqirasan. Beling og'risa ham meni chaqirasan. Ko'zing og'risa ham meni chaqirasan. Haydayman-da. Xo'jayin, biznes qilamiz dedim. Men taksi oldim, to'g'rimi, Matiz? Siz buni haydaysiz, men oldiga o'tiramiz deb kelishdim-ku. Ha, kelishgan bo'lsang, mashinani oldiga men mashinani egasiman deb o'tira olasan. Xotiningga balo bormi mashinani orqasida? Hamma pul sanashni bilmayman, xotinim pul sanaydi. Xotining-ku mayli, ikkita bolangni chiqarib nima qilasan? 5 yil men eshakda kredit to'ladik biz. Ular ham orza hamasmi? O'tirsin mashina ichiga. Klient qayoqqa joylashtirasan unaqada? Tepasiga ustal qo'yamiz. Befarosat, klient komfort sharoitini xohlaydi. U uchun san oilang kerak emas, tushundingmi? Pravam bo'lmasa men sizni chaqirmasdan bilasizmi? Ana shu uchun san avval mashinani haydash uchun prava ol. 1 millionga men senga prava olib beraman. 1 millionga prava? Ha, ham prava olasan, ham o'rganasan haydashni. Yurtlasama, tez-tez bo'l. Prava plus. Sport osmonga qarab o'qima, to'g'riga qarab o'qi. Prava plus bu qayta tayyorlov kursimi endi bu xo'jayin? Xuddi shunday. Ana qanaqa toifaga o'qishingdan qat'iy nazar, imtihonga tayyorlash bilimlari hammasi 1 million so'm. Ha, agar men yerga 1 million berib o'qisam, точно o'qib pravamni olaman, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Undan tashqari, mana imtihonga tayyorlaydi. Professionallar o'rgatadi. Tushunyapsanmi? Har bitta kompyuter texnika jihozlari zamonaviy, tushunyapsanmi? O'zingga alohida o'rgatishadi. Xo'jayin, menga qarang, ana pravaga o'qigan, lekin menga o'xshagan dum-dum kallalar ham bor, men o'ta olmayman deb o'ylaydi. O'shalar ham o'tib biladimi? O'tadi. Agar mabodo o'ta olmasa, puling o'zingga qaytarib beriladi. Manzilni bilasanmi? Ha, bilaman. Birinchisi Buxoro shahri, Buxoro davlat universitetining to'g'risida Bonbon kafeni oldida ekan. To'ppa-to'g'ri. Ikkinchisi, ana Kogon shahri markaziy poliklinikaning to'g'risida Prava plus. Yasha. Ana bir jo'ralarga bir nima de. Faruqjon, Jasurjon, to'rtta jo'rangiz bilan kelib Prava plusdan pravangizni olib keting. Men sizlarni yaxshi ko'raman va 5 ming so'm beraman. Men bu mushuk chiqdi, baba.